Tvorogli blinchik. Blinchik tayyorlash prosesslari. 5 ta tuxumni chaqib olamiz birin-ketin. Sizlar xohlasanglar 3 ta tuxum bilan qilishinglar mumkin. Bizning oilada ko'pchilik bo'lganimiz uchun 5 ta tuxumdan tayyorladim. Uni ketidan sut, yarim piyola yog', razliklitel, vanilin sovardim. Yarim choy qoshiq sodaga olma sirkasi bilan kaset qilib olib, uni ham qo'shib yuboramiz. Keyin esa osh qoshiqda 8 qoshiq un solib, uni ketidan tabga ko'ra tuz va shakarlarni ham qo'shib olamiz. Ha, yana bitta foydali maslahat. Blinchik xamirlarini pishirishdan oldin skоворodkamiz tagiga olmasligi uchun qizib turgan skоворodlarga ozgina tuz solib, qattiq ishqalab tashlaymiz va tuzlarni to'kib olib, sochiqlar tashlaymiz. Mana sekin blinchik xamirlarini quyib olib, orqa oldinlarini qizartiramiz. Ko'rdingizmi, menda yopishmadi. Siz ham bu foydali maslahat sinab ko'ring. Yumshoq blinchiklarimiz tayyor bo'ldi. Uni nachinkasiga esa tvorog, qaymoq, shakarlarni aralashtirib, shirin blinchikka shirin nachinka tayyorlaymiz. Qoshiqda yaxshilab aralashtirib olamiz va shokoladni qaynoq suvga solib qo'yamiz, erib turishi uchun. Oldindan tayyorlab qo'ygan blinchiklarimizni tayyorlab olib, nachinkasiga bananlarni ham to'g'rab olamiz. Blinchiklarni likopchaga to'g'rab, uni ustiga tvoroglarni solib, ustidan bananlarni terib olib, blinchikni yarim tomonini yopib olamiz va o'rtasidan pichoq bilan kesib olamiz va ustidan shokoladlarni quyib, mana shu holatda dasturxonga tortiq qilamiz. Blinchiklarni o'rab tugmasdan mana shu holatda dasturxonga tortiq qilsangiz ham bo'ladi. Hammaga va bizga yoqimli ishtaha. Tvorogli blinchiklarimiz tayyor.